Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Mediapark hamkorligida Tifal brendi asosidagi Aerogrillda qarsildoq tovuqli kaboblar tayyorlaymiz. Aerogrillda bugun sizlar bilan mazali qarsildoq tabachki tayyorlaymiz. Buning uchun bizga Tifal Aerogrilli 905 D10 kerak bo'ladi. Bizning masalalarimizdan tovuq, bodring, pomidor, zelin, ziravorlar va sir va qarsildoq tabachki kerak bo'ladi. Tabachki o'zbekchasiga nima bo'ladi? Bilmadim. Biz ham bilmadik. Agar bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, bu Tifal Aerogrill haqida yana bitta qiziq ma'lumot aytib o'taman. Bu Tifal Aerogrilli faqat Aerogrill emas, bu uchtasi bittada hisoblanadi. Bu Aerogrillimizda faqatgina qovuriladigan ovqatlar emas, bu yerda mevalarni quritadigan xususiyati ham bor va grill ham Aerogrill qilsa bo'ladi. Bugun Tifal Aerogrillimizda tovuqli kabob tayyorlaymiz. Buning uchun bizga o'rtacha hajmda kesib olingan tovuq, marinovkasi uchun esa bizga kerak bo'ladi bitta qoshiq tomat, soya, bitta qoshiq ozgina gorchitsa, asal, tuz, qora murch va tabga ko'ra ziravorlarimiz. Marinadimizni tayyorlab olamiz. Va yaxshilab marinovka qilib qo'yamiz. Marinovkamiz 15 daqiqa davomida bo'ladi. Xo'p, marinovkamiz tayyor bo'lguncha sizlarga yana bitta qiziq ma'lumot aytib o'taman. Bu Aerogrilimiz faqat Aerogrill emas, bu uchtasi bittada bo'ladi. Birinchisi Aerogrill qovuriladigan ovqatlarni dietически tayyorlab beradi. Bu kimlarga zo'r? Kim odamlar dieta qotgan bo'lsa, sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu narsa odamlar qovurilgan ovqat yeyish xohlayotgan bo'lsa, bu dietически qilib beradi. Ikkinchisi, bu faqat Aerogrill emas, oddiy grill vazifasini ham bajaradi. Ya'ni sizlar bunda oddiy steyklar, qovurilgan steyklar ham tayyorlasangiz bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, bu sabzavot va mevalarni 8 soat davomida quritib beradi. Sizlar misol uchun bozordan meva quritilgan sabzavotlar sotib olishingiz shart emas. Bu sizlarga o'zi quritib chiroyli qilib beradi. Faqat aynan shu 905 D10 Aerogrillimizda tayyorlasa bo'ladi. Tovuqimizni marinovka bo'lguncha biz sizlarga garnirimizga kabachki tayyorlaymiz. Хрустящий kabachki. Buning uchun bizga kerak bo'ladi kabachkini o'rtacha hajmda bo'lib chiqamiz. Bunaqa kichkina ham bo'lishi kerak emas, katta ham bo'lishi kerak emas. Shunaqa ko'rinishda kesib olamiz. Va kerak bo'ladi bizga ziravorlar va o'simlik yog'i. O'simlik yog'iga surib olamiz. Va bizga quritilgan chesnoq, tuz, qora murch va qizil bulg'or qalampirini maydalangani kerak bo'ladi. Go'shtimiz tayyor bo'ldi. Go'shtimizni tayyorlashimizda ketma-ketlikda go'shtlarimizni chiqamiz. Go'shtimiz bunaqa katta razmerda bo'lmagani uchun juda ham yaxshi sixlanadi va orasiga cheri pomidordan yana ham mazali va suvli bo'lib pishishi uchun qo'yib chiqamiz. Bu orada bizning уже qarsildoq kabachkilarimiz ham marinovkasi tayyor bo'ldi. Uni ham idishimizga solib olamiz. Hop, birinchi mahsulotlarimizga tovuq funksiyasini bosamiz. 180 gradus qo'yamiz. Hop, vaqtini bo'lsa 35 minutga qo'yamiz. Va startni bosamiz. Ikkinchi mahsulotimizga tabachkilarimizga ikkini bosamiz. Ovish funksiyasini bosamiz. 180 gradusda vaqtini bo'lsa 20 minutga qo'yamiz. Va start bosamiz.
Hop, aerogrillimizning yana ajoyib xislatlaridan bittasini aytib o'taman. Bu aerogrillimizda o'zini ustроенный programmalari bor. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan. Birinchisi kartoshka free, ikkinchisi tovuq, ovushli, baliq va har xil desertlarni tayyorlasa bo'ladi. Misol uchun kekslar, piroglar, pirojnilar, tvorojniy piroglar yoki bo'lmasa olchali piroglar tayyorlasa ham bo'ladi. Uning uchun alohida funksiyamiz bor. Mazali kaboblarimiz tayyor bo'lguncha, unga yana maza kiritish uchun hozir sizlar bilan unga sous tayyorlaymiz. Sousga masalliqlarimizni olib kelganmiz. Bu sousni ajoyib bo'lgan blenderimiz Molinex 95 modelida tayyorlaymiz. Blenderimizda hammasi bittada bo'lib, buni kombayn deb nomlasanglar ham bo'ladi. Bunda katta chopper, go'sht maydalash uchun, sabzavotlar maydalash uchun nasatkasi bor, tuxum ko'pirtiradigan venchiki bor, mayonez qiladigan nasatkasi, kartoshka pyure nasatkasi va oxirgi nasatkamiz bu chopper. Aynan shu chopper biz sous tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Buning uchun bizga zelin, chesnok, tuzlangan bodring, gretskiy yogurt va smetana kerak bo'ladi. Zelinlarimizni sog'ib olamiz. Bir qoshiq smetana va bir qoshiq gretskiy yogurt. Gretskiy yogurt o'rniga mayonez solsa ham bo'ladi, lekin aynan gretskiy yogurtda bu sousimizda juda ham mazali chiqadi. Blenderimizni ochishdan oldin bu blenderimizning bitta xususiyati haqida aytib o'taman. Bu blenderimizni uyda yosh bolali oilalarga juda ham zo'r. Buni kichkina bolalar uchun maxsus blokirovkasi bor. Orqa tarafida ikkita taraf buni blender ishlash uchun ikkita tarafini birdaniga bosish kerak bo'ladi. Va sousimizni ochamiz. Hop, sousimiz juda ham ajoyib, mazali chiqdi. Nimaga deganda, buni hididan ham bilsa bo'ladi. Sousimizning ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Uyda tayyorlab ko'ringlar. Xrustyashi kabachkalarimiz tayyor bo'lishiga 3 minut qoldi va biz hozir yana ham mazali bo'lishi uchun unga sir solishimiz kerak bo'ladi. Sirimiz qancha ko'proq bo'lsa, yana ham mazali bo'lib pishadi. Уже kabachkalarimiz tayyor bo'ldi. Tovuğimiz ham уже tayyor bo'ldi. Kelinglar ko'ramiz qanaqa tayyor bo'lganini. Juda ham chiroyli, qizarib, apetitli bo'lib chiqibdi. Уже украшениyaga o'tamiz. Taomimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga ham pishirib ko'rishni tavsiya qilamiz. Tez vaqt ichida sizga chiroyli, mazali hamda sog'lom ovqatlanishni tavsiya qilamiz. Kaboblarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali chiqdi. Sizlarga ham mana shunaqa kaboblarni shu aerogrilda uyda tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Yana ko'rishguncha sog' bo'ling. Ha.